Bu dunyo qanaqa dunyo bu desa, bu dunyo shunaqa bir dunyoki, Allohning payg'ambari Hazrati Yusuf alayhissalomdek zotni bozorida arzimagan pulga qul qilib sotib yuborgan dunyoda bu. Siz bilan men kim bo'pmiz shuni oldida? Hazrati Musodek ulug' zotni bitta fohisha kelib tuhmat qilib, qonimdek bola sandan deb tuhmat qilgan dunyoda bu. Shunda ulug' zotlarni, shahoriyorlarni, sahobalarni pichoqlab o'ldirib yuborgan dunyo bu. Bu shunaqangi dunyo. Ya'ni bu dunyo yaxshi odamlarning qadr qimmatini belgilab beradigan joy emas o'zi asli. Jahon ey birodar, namonat bakas. Ey birodar, bu dunyo birovga meros bo'lib qolmaydi. Ovora bo'lma dedilar. Hech kimga meros bo'lib. Buni merosxo'ri Alloh aytadi, "Men" deydi. Menga qoladi bu dunyo deydi. Hech kimga qolmaydi. Dil andar jahon ofarin bandu bas. Shunda ekan, sen bu qalbingni bu dunyoga bas, bu dunyoni yaratgan Robbil olaminga bog'la muhabbatingni. Makun takiya bar mulki dunyo va pusht. Sen bu dunyo va uni yaltir yultiriga suyanib qolma. Bunga takiya qilib qolma. Nimaga? Kibisyor kas chuntu parvardu kusht. Chunki bu dunyo senga o'xshagan juda ko'p odamni semirtirib turib, oxiri o'zini pichog'i bilan so'yib yuborgan deydilar. Bu senga vafo qilmaydi bu dunyo. Shuning uchun bunga suyanib qolma. Shu ohang raftan kuna joni pok, chibar taxt murdanu chibadro'y hok. Aytadilarki, qachoniki sana oldinga Robbini elchilari keladigan bo'lsa, qabrda so'ragani yo o'lim elchilari keladigan bo'lsa, ularga farqi yo'q. Sen 7 qavat tillo ko'rpani ustida o'lyapsanmi yo bitta bo'yrani ustida o'lyapsanmi? Ularga buni farqi yo'q. Bu kishi 7 qavat tillo koshonida o'lyaptilar, jannatga olib kirib qo'yinglar demaydi. Balki ularga iymon kerak, amal kerak, ularga uni farqi yo'q. Shuning uchun avvalgi manzilaga tadorigingni ko'rgin ey Sa'diy deb nasihat